Qo'qon universiteti Andijon filiali talabasiman. Va men bu bilan faxrlanaman. Prezidentimiz davlat oliy ta'lim muassasalari bilan birgalikda nodavlat, ya'ni xususiy ta'lim muassasalariga ham teng imkoniyatlar yaratib berdi. To'g'risi men oilaliman. Grant sohibasi bo'lganimdan nafaqat o'zim, balki qaynona qaynotam va turmush o'rtog'im ham xursand bo'lishdi. Har qanday mamlakatning eng katta yutug'i bu o'sib kelayotgan ilmga chanqoq va bilimli yoshlaridir. Jamiyat kelajagini dunyoqarashi keng hamda shijoatli yoshlar belgilab beradi. Qo'qon universiteti Andijon filialining oliy maqsadi ana shunday yoshlarning bilimini yuksaltirib, jamiyat uchun yetuk mutaxassislar tayyorlashdir. Qo'qon universiteti Andijon filiali bu cheksiz imkoniyatlar maskanidir. Universitetimiz o'quv yili mobaynida alohida qobiliyati bilan ajralib turgan, xalqaro hamda respublika ko'rik tanlovlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan, kitobga, ilmga bo'lgan muhabbati bilan boshqa yoshlardan ajralib turuvchi talabalarimizni 25%lik, 50%lik hamda 6 yilga 100%lik grantlar bilan taqdirladi. keling, ana shunday grantni qo'lga kiritgan talabalarimiz bilan suhbatlashamiz. Men Qo'qon universiteti Andijon filiali tibbiyot fakulteti 2-kurs talabasiman. 1-kursligimda o'z mehnatlarim, tirishqoqligim bilan 50% grant sohibasi bo'ldim. 2-kursga o'tgach, ustozlarim bergan bilimlari va universitetimiz bergan imkoniyatlardan foydalanib, 100%li 6 yillik grant sohibasi bo'ldim. To'g'risi men oilaliman. Grant sohibasi bo'lganimdan nafaqat o'zim, balki qaynona qaynotam va turmush o'rtog'im ham xursand bo'lishdi. Men Qo'qon universiteti Andijon filiali ijtimoiy gumanitar fakulteti iqtisodiyot yo'nalishi 1-kurs talabasiman. Men avvalambor muhtaram prezidentimizga o'z tashakkurimni bildirmoqchiman. Prezidentimiz davlat oliy ta'lim muassasalari bilan birgalikda nodavlat, ya'ni xususiy ta'lim muassasalariga ham teng imkoniyatlar yaratib berdi. Men bugungi kunda nodavlat oliy ta'lim muassasasi, ya'ni Qo'qon universiteti Andijon filialida tahsil olyapman. O'quv jarayonida o'z bilimlarimni namoyish etib, 4 yillik 100%lik grantni qo'lga kiritdim. Bundan men juda ham xursandman. Men mazkur universitetga 2023-24 o'quv yilida shartnoma asosida o'qishga qabul qilingan edim. Ushbu yil 2-kursda 100%lik grant sohibasi bo'ldim. Universitetimiz ilm olishga intilgan har bir talabani rag'batlantiradi. Men ham yana bir 4 yillik 100%lik grant sohibasiman. Universitetimizning yana bir afzallik tarafi shundaki, ishlashni xohlaydigan talabalarni darsdan bo'sh vaqtlarida universitetimiz ish bilan ta'minlaydi. Har bir biznes soha bilan kelgan talabalarni universitetimiz sarmoya bilan ta'minlaydi. Ko'p yoshlar nodavlat universitetlarga kirish, o'qish oson deb o'ylashadi. O'z tajribamdan kelib chiqib shuni aytamanki, o'quv jarayonlari izchilligi, professor ustozlarimizning talabchanligi chinakam mehnat qilishga undaydi. Talabalarimiz juda ko'p vaqtini kutubxonada bilim olish uchun kitob o'qib o'tkazadilar. Men Qo'qon universiteti Andijon filiali tibbiyot fakulteti 2-bosqich talabasiman. Hozirda 6 yillik 100% grant sohibiman. Bu yili oliy ta'lim muassasalarini tanlayotgan barcha abituriyentlarga hech ikkilanmasdan aynan bizning universitetni tanlab, biz bilan birga o'qishga taklif etaman. Men Qo'qon universiteti Andijon filiali talabasiman. Va men bu bilan faxrlanaman. Qo'qon universiteti Andijon filiali Cheksiz imkoniyatlar maskani. Eslatib o'tamiz, Qo'qon universiteti Andijon filialida qabullarimiz davom etmoqda. Ulkan imkoniyatlardan foydalanib, ulkan kelajak qurishni istagan barcha yoshlarni universitetimizda kutib qolamiz.